Hammaga assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan As klinikasi shifokori Dilshodbek Baxtiyorovich bo'laman. Bugungi kunimizning mavzusi bolalarda uchraydigan anemiya kasalligi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Anemiya nima? Anemiya bu temir tanqislik oqibatidan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Hozirgi kunda katta insonlarga qaraganda yosh bolalarda ham juda ko'p anemiya kasalligi kuzatilmoqda. Sizlar bilan bugun yosh bolalardagi anemiya belgilarini ko'rib chiqamiz. Eng birinchi va asosiy sabablardan biri bu yetarlicha oziq-ovqatlardan temir moddasi va vitaminlarni qabul qilmaslikdan kelib chiqadi. Ikkinchisi, turli xil kasalliklar bilan kasal bo'lib chiqqan organizmda ushbu belgilar kuzatiladi. Uchinchisi, bolalarda jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgan bo'lgan holatlarda ham kuzatilishi mumkin. To'rtinchisi, bolalarda stress va aqliy zo'riqish. Kelinglar sizlar bilan anemiyaning belgilarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, tez-tez bosh og'riqlari bo'lishi, nafas olishda qiyinchiliklar paydo bo'lishi, yuz terisining oqarib ketishi, uyquchanlik, holsizliklar kuzatilsa va turli xil kasalliklar bilan tez-tez chalinsa, ushbu belgilar anemiyaning alomatlari hisoblanadi. Agarda ushbu belgilar sizning bolangizda kuzatilsa, siz o'zingizni davolovchi shifokoringizga murojaat qilishingizni tavsiya qilib qolamiz. Shifokoringiz sizga kerakli maslahatlar va muolajalarni ko'rsatadi va bu kasallikning yechimini topadi. Anemiyaning oldini olmaslik va vaqtida davolamaslik bolalarda quyidagi oqibatlarga olib keladi. Birinchisi, immunitetning tushib ketishi. Ikkinchisi, turli xil kasalliklar bilan tez-tez og'rishi. Uchinchi eng asosiy sabablardan biri tengdoshlari o'rtasidagi rivojlanishdan qolib ketishi. Xo'sh, bu holatga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Bu holatga tushmaslik uchun farzandingizga temir va vitaminlarga boy oziq-ovqatlar muntazam iste'mol qildirib turishingiz kerak. Quyida temir mahsulotlariga boy bo'lgan oziq-ovqatlar ko'rsatilgan. Qadrli kuzatuvchilar, ushbu kasallik ko'rimsiz bo'lgani bilan kelajakda juda jiddiy sabablarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun farzandingizni vaqtida shifokoringizga ko'rsatishganda qilmang va bu kasallikka bee'tibor bo'lmang. Hammaga rahmat.